Hop, lady bilan gentlemenlar hammalariga assalom. Qanday kelet? Короче, bugun mana do'konimizga ham kelib oldik. Eson-omon. Nima qilamiz? Rivojlanamiz. Конечно, rivojlanamiz. Foyda qilishimiz kerak, pulni ko'paytirish kerak. O'sha do'konni kattalashtirish kerak. Yangi narsalar ochish kerak. Do'konimiz ochildi, kelini orada mashinadamiz. Ey, odam kelamgina bugun nima deb o'ylaysan? Shu zerikib ketgan bilan mana shu skelet bilan ham gaplashadigan bo'lib ketib qolganman-da. Bitta o'zim ishlayman. Nima qilay? Ayt, nima qilay? Cho'ta shakarimiz kam ketyapti-da jigar. Nima qilsak bo'larkin-a? Senga ham aytganman, odamlar ko'p chaqirdi ekanman. Og'zingni ochib turaverasan. Ye, assalom. Keling. Ha, hayt mana. Achkilaringizdan olavering, любой narsani olaverasiz. Men mashaydaman. Suv oldingizmi? Tentaymisiz 3 ta 05 suv olib? Ey, undan ko'ra 2 ta 1 litrli olsangiz nima bo'ladi? Amalida. To'laverasiz. Kartami? To'lang kartadan. Nimalar olasiz? Shu shakar olinyapti, cho'ta. Shakar olinyapti. Молодец. Nima qizlar kelmay? Nima endi faqat o'g'il bolalar bugun? Qizlar dam olyaptimi? Mayli, bizga 4 yulduz ham bo'ladi. Ana opa ham kelyapti. Ko'z tegmasin, faqat shakar olyapsizlarmi? Ko'z tegmasin. Jinday ustingizga bir latapata tashlab olmabsiz-da. Ya endi noto'g'ri tushunmang, endi biz ham bo'ydoq, siz ham endi bilmayman, endi ustingizga bu narsa tashlab oling. Endi men prosta sizga maslahatchani berib qo'ydim. Olish olmasligi o'zingizga. Muhimi bizdan narsa olsangiz bo'ldi. Meni maslahatim olmasangiz ham. Oppa nimalar oldingiz? Ko'z tegmasin, cho'ta bugun men yaxshi kelganman shekilli do'konga. Bismillah aytib kelganman-da. Mana uje hamma chachib yuboryapsizlar, narsa olishdi, ishonaveringlar. Nimalar oldingiz? 4 ta pas. Sendan oldingi qizlar bir salabba narsa qilib chiqib ketyapti. Sen ham bir ko'p narsa olsang o'lasanmi?